Assalomu alaykum, hurmatli Dimet tizimi foydalanuvchilari. Ushbu videoda biz SSV hisobotlari funksionali bilan tanishamiz. SSV hisobotlari turli yo'nalishlardagi tashkilotlardan, poliklinikalardan to respublika markazlarigacha bo'lgan tashkilotlarning yillik yoki choraklik hisobotlarini yuborish uchun ishlatiladi. Jami 28 ta hisobot mavjud. Har bir tashkilotda hisobotlarni to'ldirib, Sog'liqni saqlash vazirligiga yuborish uchun mas'ul xodim mavjud. Boshlanish uchun tizimda ro'yxatdan o'tish kerak. Buning uchun Dimet Pro mobil ilovasini mobil qurilmangizga yuklab oling. Ilovani o'rnatganingizdan so'ng uni oching va PINFIL yoki pasport ma'lumotlari orqali ro'yxatdan o'ting. Hujjat ma'lumotlarini kiritgandan so'ng kirish tugmasini bosing. E'tibor bering. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lmasangiz, men O'zbekiston fuqarosi emasman maydoniga belgi qo'ying. So'ng kirish tugmasini bosing. Keyin fotosurat orqali identifikatsiyadan o'ting. Agar tizimda bir nechta rolingiz mavjud bo'lsa, identifikatsiyadan so'ng sizga rolni tanlash taklif etiladi. Keyin ilovani asosiy sahifasi ochiladi. Tabriklaymiz, siz Dimet Pro ilovasida muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Kompyuterda esa Miss Dimet.uz havolasiga kiring va Dimet tizimida ro'yxatdan o'tish sahifasi ochiladi. Ro'yxatdan o'tish usuli sifatida Dimet Pro ilovasini tanlang. PINFILingizni kiriting va kod olish tugmasini bosing. Shuningdek, Dimet Pro ilovasini oching. Asosiy sahifada kirish uchun kod ko'rsatiladi. Ushbu kodni tegishli maydonga kiriting va kirish tugmasini bosing. Agar tizimda bir nechta rolingiz mavjud bo'lsa, kerakli rolni tanlashingiz kerak bo'ladi. Tabriklaymiz. Siz Dimet tizimida muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Hisobotlar ro'yxatini ko'rish uchun hujjatlar bo'limiga kiring va SSV hisobotlari blokini oching. E'tibor bering, SSV hisobotlari faqat direktor va statist rollari uchun mavjud. SSV hisobotlari sahifasida quyidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi. Hisobot turi va nomi, jami 28 ta hisobot, hisobot topshirish muddati sanasi, status, yuborilgan sana, amallar, shablon yuklab olish va faylni yuklash. Hisobot shablonini yuklab olish uchun kerakli hisobot qatoridagi shablon yuklab olish tugmasidan foydalaning. Bu tugmani bosish bilan Excel fayli qurilmangizga yuklab olinadi. Aksariyat hollarda fayl yuklamalar papkasiga saqlanadi. Yuklab olish tugashi bilan faylni oching, hisobotni to'ldiring va uni saqlang. Hisobotni yuklash uchun faylni yuklash tugmasidan foydalaning. Bu tugmani bosish bilan qurilmangizdan fayl tanlash oynasi ochiladi. Oldin to'ldirilgan faylni tanlang, tizim faylni to'g'riligini tekshiradi. Agar fayl bo'sh bo'lsa, fayl qabul qilinmadi, hisobotni to'ldirmadingiz xatosi chiqadi. Agar o'zingizning shabloningizdan foydalangan bo'lsangiz va u aktualligini yo'qotgan bo'lsa, fayl qabul qilinmadi. So'nggi shablonni yuklab oling xatosi chiqadi. Bunday holatda yangi shablonni yuklab oling, hisobotni to'ldiring va uni qayta yuklang. Agar hisobotni to'ldirishda qandaydir mantiqiy xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, yuklash jarayonida fayl qabul qilinmadi, hisobotda mantiqiy xatolar mavjud eslatmasi chiqadi. Bu holda quyidagilarni amalga oshirish kerak. Shablonning so'nggi versiyasini saytdan yuklab olish. Eski fayl to'ldirilishi mumkin. Excelda makroslar mavjudligini tekshirish. Ko'pincha makroslarning xavfsizligi tufayli operatsion tizimning o'zi o'chiradi. Hisobotda xatolar bor yo'qligini tekshirish. Faylni yuklashdan oldin uni saqlab yopish. Agar hisobotni yuklash jarayonida muvaffaqiyatsizlikka uchrasa va mantiqiy xatolar haqida xatolik yuzaga kelsa, u holda Sog'liqni saqlash vazirligi Salomatlik va strategik rivojlanish institutiga murojaat qilish mumkin. Agar hisobot to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, yuklashdan keyin fayl muvaffaqiyatli yuklandi xabari beriladi. Holat yuborildiga o'zgaradi va hisobotni yuborish sanasi ko'rsatiladi.
Agar yuklashdan keyin hisobotga o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, hisobotni qayta yuborish imkoniyati mavjud. Bu holatda avvalgi fayl yangi fayl bilan almashtiriladi va yuborish sanasi yangilanadi. E'tibor bering, hisobot topshirish muddati o'tganidan so'ng hisobotni yuklash imkoniyati bo'lmaydi. Bunday holatda hisobotni faqat Sog'liqni saqlash vazirligi Salomatlik va strategik rivojlanish instituti bilan kelishilgandan so'ng topshirish mumkin. Tabriklaymiz! Siz mavzu bilan muvaffaqiyatli tanishdingiz. Agar savollaringiz bo'lsa, Dimetning onlayn yordam xizmatiga murojaat qiling. Biz har doim